hovlingizni yer holatida topshiring, usta akalam sizga manamdek hayday qilib zo'r qilib burchatga ishlarni qilib beradi. Bunaqangi narx umuman yo'q. Qarang, 1 kvadratini mana shu turishini atiga 140 ming so'mdan qilib berar ekan. Uyda egasi xom ashyosi o'sha semeni metpsogini olib bersa bo'ldi. Hatto materiali usta puli bilan sizlarga aytyapman. Buna narx O'zbekiston bo'yicha umuman yo'q. Ustani boshini ortib tortishmanglar. Chunki bunaqangi arzon umuman topa olmaysiz. Qaranglar, hattoki mana bunday zinnalaringni 250 ming so'mdan qilib berar ekan. Bitta mana shu metr 250 ming so'mdan. Tepa qismi bo'lsa 1 kvadratini 250 ming so'mdan qilib berar ekan. Zo'rmi? Bittani like bosib, mana bunda yonida granit ishlarini 1 kvadratini 470 ming so'mdan qilib berar ekan. Uyda egasidan faqat yerda topshirsa bo'ldi. Materiallar o'zlarida. Hattoki mana bunday zinnalaringni atiga 250 ming so'mdan bemalol bosib olaverasiz. Yuring bu ham shu narsa, yuring, to'xtamang, afting. Qaranglar, darvoza xonasiga shunaqa zo'r narsa topib qo'ydim. Mana shu gilamimiz, tosh gilam, ya'ni zo'rdan mana turishi atiga 2 million so'mga bitgan ekan. O'zbekiston bo'yicha xizmatlar bor. Vodiy bo'yicha aytilgan narxlar faqat amal qiladi. Uzoq yillarga oz-moz narx qo'shilib qolar ekan. Xolos o'zim charchab ketdim.